Assalomu alaykum, hurmatli surxondaryoliklar. Ayni damda Sherobod tuman dehqon bozorida Yangi yil arafasida bayram kayfiyatida juda xalqimiz yarmarkalar tashkillashtirilgan. Mahsulotlarni biz sizlar bilan narx-navolarni tanishtirib, Yangi yil arafasini xudo xolasa birgalikda o'tkazamiz. Qani kelingchi. Go'shtlarimiz narxlari 90 ming so'mga 100 ming so'm. Guruchlarimiz 15 ming so'm, moshlarimiz 10 ming so'm. Har bir narsamiz o'sha Surxondaryo viloyat rahbarlarini chiqargan qarorlarini tasdiqlagan narx-navolar. Ana go'shtlarimiz ham arzon sifatida sotilyapti. Svej go'shtlar ekan, kelib ko'rib o'zimiz hamma sherovatlarni taklif etamiz. Xudo xolasa yuringchi tarafga o'tamiz. Kartoshkalarimiz 4,5 ming, piyozlarimiz 3 ming so'm. Narx-navolarimiz juda arzon, sifatli, hamma narsamiz to'kin sokin, to'lla, hammaga yetarli, bemalol sherovatlar kelib Yangi yil arafasiga bozorlik qilib, bemalol kelingchi qo'l mevalarni ham ko'rsataylikchi. Qo'l mevalar mandarinlar 20 ming so'm, ananaslar 25 ming so'm, pomidorlar 20 ming so'm. Opajon shuni bitta ko'rsatib olay ham. Hamma narsamiz o'sha Sherobod xalqimizga svej va sifatli mahsulotlar. Hurmatli sherovatliklar kelib bemalol manzilimiz eski shu dehqon bozorida oldi. Eski yerto'lani oldida yarmarka tashkillashtirilgan. Mana bu yerda o'sha aytilgan mo'y mahsulotlarimiz, qand, navot, quruq choy. O'tiring, xolajon, o'tiring. Bemalol makaron, hamma narsa bor mana. Hattoki bayram kayfiyatiga spirtli ichimliklar ham alkogol 25 ming so'mdan qo'yib qo'yibdi. Qarang, Coca-Colalar narxi necha pul ekan? Ha? 10 ming so'm ekan. Mana Cola, Fanta, hamma narsa. Hurmatli Sherobodliklar, sizlarni marhamat etamiz. Yangi yil arafasi bilan hammani yana bir bor Yangi yil bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar.